2 sotikdan ozgina oshiq joy topib berdim. Mana menga yana bitta katta mehmonxona Muhammadillo qurib beradi. Ustida qo'lingizni ko'tarib bering. Maskan uy joyingiz. Bitta tashqi hojatxonasi ko'rsating. 2 sotikdan oshiqroq joyimiz. Olib kiring, bu uyni ko'rsating. Uylarni bitta ko'rsatavering. 100% aboy bo'lgan. Olib kiring. Xonalarini chiroyli qilib ko'rsating. Xonalarning ichida отдельный sanuzellari ichida joylashgan. Bu yana bitta xonasi, spalni, sanuzelini ko'rsating, sanuzellarini ko'rsating. Tayyor holatda Marg'ilon shahar akvaparkda oldidan kirganda, yonidan kirganda 40-maktab bor, Varashilibda. Bu yana bitta xonasi, aboylari ham arzon aboy bas. Bu yerda yana bitta sanuzeli bor. Olib keling, bu xonasini ham ko'rsating. Bunisini ham boshqacha aboylar bilan chiroyli qilib qo'yishibdi. Patkulch holatda uyimiz Marg'ilon shahar akvaparkda oldidan kirganda Varashilibda 40-maktabning yonida 2 sotikdan oshiqroq joyimiz. 37.500 dollardan ozgina o't berishadi. Shoshilinglar, bunaqa joy kam.